Sizda ham Redmi telefoningizda shunaqa funksiya borligini bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'ring, hozir o'rgataman. Kalkulyatorga kirasiz va tepada konverter degan bor, o'shanga kirasiz va valyuta xohlasangiz so'mda, dollar, rubl hammasini hisoblasangiz bo'ladi. Masalan, 1 million so'm 84 dollar yoki bo'lmasam Rossiya rubliga 6377 rubl. Yana finans, bu kredit. Masalan, biz bankdan 50 million kredit oladigan bo'lsak, foiziga 30% deb hisoblaymiz va 2 yilga oldik deb hisoblaymiz va oyiga necha puldan tushishi, общий bankka necha pul qilib qaytarib berishimiz hammasini hisoblab beradi. Oylik summasigacha hisoblab beradi.